Kelin, mendan berkitib nima yeyapsiz? Voydan! Kelinimni boshiga pichoq tiqib Yo'qmi qilmang oyijon, bu haqiqiy emas. Kelinlik fokusni ishga tayinlamatuvdi. Ko'cha supurishim kerak. Ertaga sirkim bor. Maynochilik. Zebu kim senga lapatga tiqib ketdi? Xotiram, men bu yasalgan. Серьезно? Da mana qarang, mana qarang. Kelinni kashligida necha pul bor ekan ko'raychi. Kelin turing bitta fokus ko'rsating. Oyijon, yarim kechasi nima kerak sizga? Menga emas, mahalladagilarga. Sizni fokuslaringizga toksikoz bo'lib qoldim-da. Mendan berkitib chips yeyaptimi? Voy! Ikkinchi birovni chipsiga tegmayman. Qarang, ichida hech narsa yo'q, lekin bundoq qilaman, ichidan quyon chiqib keladi. Qanaqa qilasan buni? Quyonga buni 6 yil o'rgatganman. 6 yil. Hech bunaqa go'sht yemovdim. Va shirin ekan. Nimani go'shti, ona? Quyon go'shti. Kelin ishlabmasdan quyon topib oldim, qochib ketmasin deb shartda so'yib qovurib oldi. Necha yil o'rgatding quyonni, Zebo? 6 yil.